Mohiraxon, yangi chiqqan pastellarimizni obunachilarimizga, YouTube obunachilarimizga obzor qilib Ramazon oyiga narxlarni aytdingizmi? Iye. Nimaga hali aytmadingiz narxlarni obunachilarga? Ishlar bo'shadingiz. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz obunachilar. YouTube'da kuzatib boruvchilar, Telegramda kuzatib boruvchilar, Instagramda kuzatib boruvchilar, aziz obunachilar, sizlarga Ramazon oyiga eng zo'r pastellarimiz tayyor bo'ldi. Sizlarga ko'p gapirib, qisqacha obzor qilib bermoqchiman aziz obunachilar. Sizlar uchun aziz obunachilar ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, bunda aziz obunachilar, bizni kuzatib boruvchilar, YouTube'da kuzatib boruvchilar, avvalo assalomu alaykum. Aziz obunachilar, ro'za Ramazon oyi sizlarga muborak bo'lsin. 30 kun ro'za tutish Alloh hammamizga nasib aylasin, hammamizga Alloh baraka bersin. Sizlarga aziz obunachilar, obzor qilishni boshladim. Yangi pastellarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin, o'zi ham bomba chiqdi, o'zi ham. Sizlarga qisqacha pastellar haqida va ma'lumotlarni berib o'taman aziz obunachilar. Eng zo'rlari chiqdi pastellarimiz, mana har bittalarini ko'rsatishga harakat qilaman, xudo xolasa. Aka, bu pastellarimizni narxini aytamizmi klientlarimizga? Albatta, bu narxlarini xafa bo'lsalaring ham, xafa bo'lmasalaring ham videoni oxirida shunaqa zo'r Ramazon skidka emas, aksiya emas, Ramazon oyi bo'lganligi uchun, eng zo'r oy bo'lganligi uchun sizlarga shunaqa zo'r narx qilib beraman. Shu videoni oxirigacha kuzatinglar, ungacha sizlarga ma'lumot berib o'taman. Aziz obunachilar, pastellarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Naq 16 xil pastellimiz tayyor bo'ldi. Naq 16 xil. Qizimiz ochib ko'rsatishadi, qo'limizdan kelgancha bitta-bitta ochib ko'rsatamiz hozir. Mana 16 xil, o'zi ham og'ir pastellarimiz. Pastellarimiz juda og'ir, juda og'ir. Aziz obunachilar, hozirgi kunda pastellarimiz ko'payib ketdi. Qani bismillahirrohmanirrohim, mana qarang. Gullarini qarang. Jaydar obzor qilyapmiz, mana ko'rishlaringiz mumkin. Rasmiga e'tibor qilamiz aziz obunachilar va o'ziga e'tibor qilamiz. Rasmi bilan tiniqligi, yarqiligi bir xil. Chunki bu materiallar karavan korxonasiga zakaz asosida keladi. Aziz obunachilar, zakaz asosida keladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin gullarini. Eng zo'r 2026 kunlari keldi lekin. Mana rasmetkalarni ko'rishlaringiz mumkin. Naq 16 xil. Mana hali low deysizmi, lowda qora bilan anaton nima prosinasini kombinirованный qilingan. Buni lolamiz deysizmi, lolani qarang, lolamiz eng zo'ridan-da buni qarang, kombinirованный qilingan. Aziz obunachilar, pastelda kombinirованный qilsa, rasxod ozgina ko'p bo'ladi. Agar o'ziga o'zi bo'lsa kamroq bo'ladi. O'shaning uchun uni rasxodi ko'proq bo'ladi. Chunki kombinatsiya qilingan bo'ladi. Bunda ozgina biz uchun endi hamma har xil atxod ko'p chiqadi. Mana bunisini ko'ring, mana hermesimizni ko'rishingiz mumkin. Rasmida rangi qanaqa bo'lsa, hermes rangi ham shunaqa chiroyli, o'zi ham oranjeviy, Paris deb yozilgan. Xo'p, aziz obunachilar, buni shuni ko'rishingiz mumkin. Yangi guli, mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham kombinirованный qilingan. Materiallarimiz qalingina, juda ko'p. Juda ko'p aziz obunachilar, buni ko'rsataman, orqada ham bor. Xo'p, aziz obunachilar, naq 16 xil bomba qilib qo'ydik aziz obunachilar. Naq 16 xil rasmetkasi bor. Rasmetkalarini ko'rmoqchi bo'lsalaring, Telegram kanalimizga a'zo bo'lasizlar. Telegram kanalimizda divanga solinganlari, buni qizimiz qisqacha gapirganlari, yana bundan ham ko'p ma'lumot berilgan ma'lumotli videolarimiz bor aziz obunachilar. Materialimizga, pastel materialimizga 3 yil kafolat beramiz aziz obunachilar. 3 yil. 3 yil. Nimasiga deysizmi? Rangi chiqmasligiga, katushka bo'lmasligiga, oqarib ketmasligiga aziz obunachilar va chirib ketmasligiga, xudo xolasa inshaalloh chirimasligiga 3 yil kafolat beraman. Buni har 3 kunda yuvasizmi, har 10 kunda yuvasizmi, har bir haftada yuvasizmi, bemalol avtomatik kir mashinasida yuvishingiz mumkin. Mana shu o'zini rangini, mana shu o'zini aziz obunachilar, mana shu rangini yo'qotmaydi. Men karavan korxonasining asoschisi Avazxon, sizlarga umrimiz uzoq, sog'-salomat bo'lib tursak, umrimiz uzoq bo'lib tursa, sizlarga albatta o'zim javob beraman. Javob beraman degan narsamga albatta javob beraman. Chunki bu sohani men Xitoyda ancha yillardan o'shanda o'qib, o'rganib kelganman. Bu soha 18 yildan beri shu sohadam. Aziz obunachilar, 16 xil xavi pastellarimiz 3 yil kafolati bor. 3 yil kafolati bor. Upakovkalarni qarang, podarочный, mana qarang, juda chiroyli, o'zi ham og'irgina, mana ko'rishingiz mumkin aziz obunachilar. Juda chiroyli, mana sovg'alarga, salomlarga, hadyalarga, ehsonlarga bergan. Ro'za Ramazonga ko'pchilik uyga iftorga kelsa, bitta bergan. Buni hojona, buni hadyaga bersangiz boru, hadyani eng zo'r narsani hech qaysi inson boshqaga hadya qilib olmaydi. Agar ro'mol bersangiz, material bersangiz, u material unikiga, bunikiga, ro'mol bunikiga bo'lib yuraveradi, uni hech kim ishlatmaydi. Bu mahsulotni mana upakovkalari bilan hadya qilsangiz, sovg'a qilsangiz, bersangiz, buni ishlatishadi. Er xotin ishlatadi. Yotganda savobi albatta sizga tegib turadi. Paq qilganda bitta o'q bilan ikkita quyon urasizlar. O'shaning uchun bu materialni yotgan sari ham yana bitta narsa. Qancha yotgan sari shuni falonchi hojona beradilar, falon dugonam beradi, falonchi o'rtag'im beradi deb eslab yurishadi. Sarpolarga ham, aziz obunachilar, hoji akalar, hoji onalar va qiz chiqarib turganlar va o'g'il uylab turganlar, aziz obunachilar, pastellarga adashib qolmanglar. Pastellarni hozir kunda turli tumanlari juda ko'p.
Oldin unchalik bo'lmas. Hozir materiallarni qalin yupqa qilib arzon ketyapti. Aziz obunachi, uni 20 marta, 30 marta yuvganingizda chirib ketish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Bunda biz bunga kafolat beramiz. Materialimiz qalin, Xitoydan zakaz keladi, qalin grammajda. Qalin deganda mana qo'lim og'rib ketdi o'zi. Og'ir material, qalingina bo'ladi-da o'zi. Mazza qilib ishlatib, dazmolda ham zo'r bo'ladi, kir moshinada yuvsangiz ham zo'r yuviladi. Aziz obunachilar, shularga e'tibor qiling. Qizingizga, o'g'illaringizga yaxshi pastel olib bersangiz, qizingizga, kelinlarga. Har bitta kelinchak 4 ta 5 ta, o'rtacha oila bitta kelinga 4 ta 5 ta pastel oladi. Agar boyroq bo'lsa, 8 ta olib beradi yo 10 ta olib beradi. U keyin uzoqqa bormaydi, pastel olganda adashgan bo'ladi. Agar buni pastellarni olib bersangiz, sizni qizingiz pastel olib bering deyishavermaydi. Bitta olib berasiz, qutulasiz, bo'ldi shundan. Qoling shu materialdan 16 xil tanlab oling, shu yerda olib bering. Buni birikishliklari ham bor. Birikishliklari ham bor xohlasiz. O'shaning uchun bu pastelga biz kafolat beramiz. Buni og'irligi bor. Og'irligini ko'proq men aytayapman. Buni og'irligi materialni qalin demoqchiman. Qalinligini videoni ko'rib tursangiz, videoni yana nimasi petka nimasiga isbotlab beraman. Aziz obunachilar, podarkalarga, sovg'alarga buni ochilishini ko'ring. Qani bismillah, keling, bitta ochib ko'rsataylik. Mana bemalol ochib, ichida mana himoya paketlari bor. Mana himoya paketlari bor. Ochgan odam bahridil ochiladi. Shuni chiroyli mana Turkiya, Xitoy bilan birga upakovkalari ham. Biz rasxod qilishdan qochmaymiz. Etiketkalari bor, brendlari bor, hamma narsalari bor. Sovg'aga olib borsangiz, mazza qilib, siz ham xursand, u olgan odam ham xursand, bergan odam ham xursand bo'ladi. Aytyapmanmi? Bitta o'q bilan ikkita quyonni bemalol urishingiz mumkin. Aziz obunachilar, pastellarimiz 16 xil rasm etganmiz. Ikkilik, ikkita nalchka bo'ladi, bitta padaganlik bo'ladi, bitta prostinasi bo'ladi. Sizlarga hozir qisqacha divanga solinganini hozir ko'rsatib o'tamiz. Sop qo'ydingizmi? Divanga sop qo'ydingizmi? Qani ketdik. Bitta ko'raylikchi, bunaqada divanga solinganini operator baqa yuring. Hop, mana divanga solinganini ham qisqacha video qilib sizlarga mana ko'rsataylik. Ko'rsatayim mumkin. Mana showroom joyimiz bu. Mana shu yerda ham to'g'rilab qo'ymaslik, mana shu yerda ham hozir mana. Xo'sh, aziz obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin. Mana divanga solingan. Divanga biz nima solib qo'ydik? Sizlarga to'liq ma'lumot berish uchun divanga solib qo'ydik. Hozir kunda razmerlarda, kommentariyada ko'p savol-javoblar bo'lyapti. Karavan korxonasi bilan boshqa tadbirkorlarnikidan ancha farqi bor. Tikilishida ham farqi bor, razmerlarda ham farqi bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Divanimiz 2 kishilik. Aziz obunachilar, divanimiz 2 kishilik. 1,5 kishilik divan emas. Kommentariya o'qib qoldim. Bitta tuya ko'rpan solganimizda 1,5 kishilik deyishibdi. Aziz obunachilar, biz ham yosh bola emasmiz. 1,5 kishilikni hech qachon biz 2 kishilik sotmaymiz. Agar 1,5 kishilik mahsulotimizni 2 kishilik deb sotadigan bo'lsak, albatta javob beradigan joylarda javob beriladi. O'shaning uchun biz ham unaqa javob berishni xohlamaymiz. Alloh hammamizga baraka bersin. O'shaning uchun bizda aldolar yo'q. 2 kishilik divanimizda mana kelinki divanni ko'rishingiz mumkin. Operator ko'rsating. Mana nalchkalarimiz mana kattagina, nalchka ham kichkina emas. Mana razmerlarni ko'rishingiz mumkin. Bexijolat mana bu bosilma chok bularni, bu pastellarimizni, bu partiyasini bosilma choki yo'q bularni. Bulardagi yo'q. Mana buni kombinatsiya qilganmiz. Eng zo'r materiallardan kombinatsiya qilingan mana. Materiallarimiz qalin, uchul kafolati bor, rangi chiqmadi. Dazmol ham bemalol qilishingiz mumkin, bexijolat. Xo'p, keyingisi e'tibor qilamiz. Oddiy tikilmagan, aziz obunachilar ko'ring. Skriti zamogi bor mana. Skriti zamogi bor. Qani zamog ham ko'rinmaydi. Mana ko'rishingiz mumkin, aziz obunachilar, zamogi bor mana. Mana ochiladi, yastiq chiqadi va mana yastiq bemalol kiradi, zamogi bor. Chunki aziz obunachilar, zamogi ham pul turadi buni. To'g'ri tushunasizlar? Zamogi ham pul turadi. Mana ko'rishingiz mumkin, qanaqa chiroyli ishlayapti zamogi. Zamogida ham zamogi bor, arzon zamogi bor. Bemalol hech narsa qilmaydi. Kir moshinada yuvsangiz ham mana 10 marta ochib yopaman, hech narsa qilmaydi. Shuning uchun skriti zamogi bor mana, bexijolat mana. Nalchkalarimizni ko'rishingiz mumkin, kattagina. Yasig'i bundan katta bo'lsa ham tushiradi, bexijolat. Xo'p, prostinaga e'tibor qilamiz. Prostinasi ham mana divandan osilib turibdi mana. Aziz obunachilar, bemalol mana bexijolat tiqishingiz ham mumkin. Bunday qilishingiz ham mumkin. Bexijolat. Oldiga ham osilib turibdi mana. Razmerlari kattagina mana. Kattagina. Ko'rdingizmi? Bexijolat mana. Padaganligi bor, bunisi bor. Xo'p, agar 16 xil pastellarimizni ranglarini ko'rmoqchi bo'lsalaring, Telegram kanalimizga a'zo bo'lasizda, bemalol o'sha yerda karavan pastellari Telegramda yozsangiz, agar topolmasangiz, o'sha yerda kelib chiqamiz. Xo'p, mana padaganligi bor, aziz obunachilar. Kombinatsiya qilingan, kombinirованный bu, bexijolat, mana hamma narsasi bor. Upakovkalari bor, mana ko'rishingiz mumkin. Hozir nima ma'lumotlar berib o'tay yana unaqada hozir sizlarga. Aka qarang, men bitta kommentariy o'qib qoldimda. Menga kommentariyada yozishibdiki, bozordan olganga yetmaydi, otang bozor, onang bozor, bozorda yomonlayapsizlar, bozorda razmerlarini gapirasizlar deb. Bizni bozorga konkurentli joyimiz yo'q dedim. Men ularga tushuntirdim. Lekin men o'zim bugun kirib, klientlarimizga mahsulotimizni gapimiz javobi bilan bo'lsin deb bozorga kirib pastel oldim o'zim. Xuddi shu pasteldan oldim. Mana MM brend ekan bu. Ko'rinishi juda ham haqiqatda chiroyli. Xitoynikiga o'xshaydimi, Xitoynikimi aniq bilmayman. Lekin
Mana sotib oldim. Juda ham chiroyli. Ko'rinishi meni o'zimga Orqasini yoqdi. bering, orqasini. Juda ham chiroyli. Mana. MM brend. Ha, Значит, Xitoydagi sumkalariga bo'ladimi hozir? ha, MM Ha. brend o'zi asli Xitoy pasteli, Xitoydagi, lekin buni Xitoy deyishdi menga. Aha. Endi klientlarimizga solishtirib beraman deb ataylab olib keldim. Mana hozir klientlarimiz guvohligida ochib ko'raylik razmerini, og'irlik, yengilliklarini, keyin mana tikilishlarini bitta ko'rsatib beraylik klientlarimizga. bo'ladi. Men o'sha kommentariyaga xafa bo'lib ketganim uchun o'zim endi bozorga kirib shuni tanlab olib keldim. Haqiqatda upakovka zo'r, ko'rinishi chiroyli, menga yoqdi. Shuning uchun shunisini tanlab oldim. Sotib o'zim. oldingiz. Sotib oldim. Endi Endi bizda buni hozir ochib- bizni nimamizda bozorchilar bor, tadbirkorlar bor, negativ ko'p bo'lar ekanda. Ha, Bu bizni negativ sizga hozir bu hammasi bo'lsa ham. bozorchilarga yoki do'konchilarga e'tirozimiz yo konkurentlik yo yomonlik qilayotgan joyimiz yo'q. Bu bizni klientlarimizga gapimiz javobi bilan Obunachilarimizga, bo'lsin-da. chunki biz kuzatuvchilarimizga xolos bu. Endi bozorchilarga yoki tadbirkorlarga yoki magazinchilarga umuman tegishli joyi yo'q, aloqasi yo'q. Aziz obunachilar, sizlardan bu video qilyapmiz. Noto'g'ri gapirib qo'ysak, har doimgidek ming bora uzr so'raymiz, aziz obunachilar, uzr so'raymiz. Biz karavan korxonasi hech kimga raqobatbasmiz. Hech kimga, hech qaysi tadbirkorga. 12 ta tadbirkorlar bo'lsa, birontasiga raqobatbasmiz. Misol endi bozorchilarga ham raqobatbasmiz. Biz o'zimizni obunachilarimizga tushuntirib berish maqsadida. Bu tadbirkorlarni ham hozir bu ichini ochamiz, yomonlash maqsadida olinmagan. Prosta mana yonlarini ochamiz, mana bantilari bor ekan, haqiqatan Xitoydagi ekan. Xitoy upakovkalarida ochilyapti, mana ko'rasizlar. Bozorchilarga bozorni yomonlama, u bu yo'q, biz bozorchilarga mayli agar shu nima bo'ladigan bo'lsa, iltimos bozorchilar, tadbirkorlar, uyda tikayotganlar, kichkina bizneschilar, iltimos sizlarga narxini mahsulotni tushirish maqsadida razmerlarini katta, kichkina qilib yo arzonga tiktirib qilmanglar. Yurakdan tikinglar, yurakdan shu mahsulotni xalqimizga yetkazib beraylik. Biz karavan korxonasi bekordan bekorga aytmaymizki, xalq xizmatidamiz. Xalq xizmatidamiz. Mayli negativ yozsangiz ham, bu o'zingiz fikringizni yozishingiz mumkin bemalol. Ammo lekin negativni ham chiroyli qog'ozga o'rab yozishingiz mumkin. Agar negativ yozsangiz, juda qo'pollashib ketadigan bo'lsa, unga ham bilasiz, o'z javobgarligi bor hozirgi kunda bu dunyoda. Agar bu dunyoda javobgar bo'lsa, albatta u dunyoda baribir ham menga yozasizmi, buyoqqa yozasizmi? Albatta savol javob bor. O'shaning uchun yozaveringlar. birinchi Qog'ozga o'rab yozsalar ham bo'ladi. O'shaning uchun bozorchilarga, tadbirkorlarga husumatimiz, hech narsani adovatimiz yo'q. Mayli, ko'rsatib beramiz. Pastellar obunachilar bizdan olasizlarmi? Bozordan farqi yo'q. Biz prosta ma'lumot berib o'tyapmiz, pastellar temasini olib chiqyapmiz. O'shaning uchun bizdan xafa bo'lmanglar. Hop. birinchi materialini, grammajini bilish uchun taroziga tortib ko'rmaylikmi? Mana Ha, ha, bizniki hamda Bo'ldi, ha. bozornikini Yaxshi solishtirish ochdingiz. uchun. Bo'ldi. Aziz obunachilar, grammaj deganda materialni tadbirkorlar biladi, sotuvchilar biladi. Qalin yupqaligi. E'tibor qilamiz. Hamma hozir Instagram chiqib bomba, mana kipni ochyapti, mana. Biz uni qilmaymiz endi. Kipni ochib, u bu qilmaymiz. To'g'ri gap, biz o'zimiz ishlab chiqaramiz. Spesialniy biz uchun Xitoydan bizga material kerak, grammajini tushuntirmaymiz. Qalinligini ko'ramiz. Hozir sizlarga tushuntirib berish maqsadida bittasini pastellar tortib ko'rsatib beramiz ochishdan oldin. Bitta olib keyin o'zimiznikidan olib keyinchi bo'ldi. Mana tayyor olib qo'yganman. Oching o'shani. Ikkalasini ham mana upakovkasidan chiqarib Hop, hop. ko'rsatib beramiz. Bo'ldi, mana men olaman. Hop, Mana. olamiz. Mana tarozi, Tarozi. mana Hozir taroziga men kamerani qo'ydim. qo'limga olaman, aziz obunachilar. Endi ozgina qilmaydi. Hop, qarang. Hop. Mana 1 kilo 560 gram. Mana u ipiga 10 gram chiqarib tashlaganimizda ham 1 kilo 1 kilo 550. 550. Bir arqalar tekkan yo'q, mana Mana. hozir ko'rgan. Sal bu yoqqa suring, mana bu tekkan yo'q, mana. Mana tarozi 0 da turibdi. Nolda turibdi, Mana 1 kilo 560. Bo'ldi. Pastel kampering Ha, nabora. Bu bozorniki. Hop. Endi men hozir o'zimiznikini Okey. tortib ko'rsatib beraman. Mana endi o'zimiznikini ko'rsatib beraman. Taroziga tortib. Bez upakovka qilib. Ha, bez upakovka, unisi ham, bunisi ham. Bo'ldi. Mana tarozimiz minusda turibdi. Qarang. 1 kilo 875 gram. 1 kilo 875 gram bizni pastel chiqyapti. Komplekt Ha. pastellar. Ichini Bu- ochib ko'rsatingchi. Misol Mana. tutib oling, obunachilar ko'rsin. Pododyanligi, Aha. prostinasi Tosh yo'qmi? Yo'q, tosh hech Tosh olib narsa. qo'ygansiz Yo'q, siz. yo'q. Yo, uni aldamang. Yo'q, mana hech narsasi Yo'qmi? yo'q, mana. Ha. Mana Yo'qmi? Qoqing. 300 320 gram raznica qilyapti og'ir yengilligida. Boshqa tadbirkorda pastelidan Ha. ko'ra bizni pastel yana qo'yamiz. Mana aziz obunachilar 0 mana 0 bitta qo'yamiz. 0 hozir to'xtating. 0 bo'lsin. Ana 0 bo'ldi. 0mi? 0 qo'ying endi. Video ozgina uzoq bo'ladi. Aziz obunachilar 1 kilo 875 gram bizni mahsulotniki bo'ldi. Hop, salkam 300-310 gram atrofida bizni bitta mahsulotimiz og'ir chiqyapti. O'zlaring ko'rdilaring. Qo'llangan sizlarga video qilib beryapmiz. Mana bu mahsulot bilan bu mahsulot pashta guli ham Mana bir endi xil. ochib, Ha, endi bu MM brend sumkasida, Mana. bu sumkasida. Bu karavan sumkasida. даже bunaqa qog'ozlari ham yo'q Yo'q, lekin. qog'ozi ham yo'qmi? Yo'q, qog'oz chiqmadi. Aziz obunachilar e'tibor qilamiz. Bu pul turadi bu ham. Bu ham qog'oz ham albatta pul turadi. Buni olamiz. Hop, endi oching, ochamiz. Qarang shuni. O'sha o'rtamaga o'tib oling siz. Ha, oching.
noto'g'ri tushunmaysizlar degan umiddamiz tadbirkorlar va bizni kuzatib borsa. Albatta, yuksalish joyida negativlar bo'ladi. Bemalol fikringizni olishingiz mumkin bo'ladi. Qani, Mana bu hop, ochamiz, qani. nalchkalar ekan. Nalchka zamonga bormi ekan biznikiga o'xshab? Yo'q. Ko'ringchi. Mana. Aziz obunachilar, mana. Mana yo'q. Keyin zahod qilingan joyi ham juda kichkina ekan. Aziz obunachilar, ko'p aytamiz, biz zahod juda kam bo'ladi. Zahod biz shunaqa qilamiz, bizga metdan bo'ladi, boshqa kattaroq bo'ladi. Chunki yastiq qo'yganingizda, yastiqda qorni ochiq qoladi, buni ochiq qoladi, bilasizlar. Yastiq solsangiz, yastiq kattaligini hisobiga, qalinligini hisobiga, ikkita yoni ochiq qoladi. Zahod kam. Chunki agar zahodni kattaroq qilgan bo'lsa, ko'proq material ketadi. Ko'proq material ketadi. Keyin mana men yaxshilab qaradim, qiyshiq. Qiyshiqligi mayli, qiyshiq tikilgan mana bunday qading, mana ko'ring o'zingiz qiyshiq turibdi. Ham keyin taxlab qaytib solib qo'yaman desam mana. Mana qarang. Umuman akkuratniy degan joy yo'q. Men buni ochib ko'rib, hatto ko'rib olmadim, chunki ko'rsatishmas ekan ham umuman. Olsangiz oching yoki ochish mumkin emas deyshar ekan. Bitta ikkita joylarga kirdim. Bozorda yomonlamoqchi emasman. To'g'risi bu gap, haqiqat. Mana ham qiyshiq. Hozir qoraligi uchun uncha ko'rinmayapti mana. 2 santimetr. Bir taraf katta, bir taraf kichkina. Ikkala nalchkasi ham shunaqa ekan. Keyin mana prostinasi. Hozir prostinasini o'lchab ko'ramizmi o'zimiznikiga? Ha, o'lchab ko'raylik. Shunaqa demoqchimisiz? Obunachilardan o'ldingiz endi. Kuzatuvchilardan, bozorchilar kuzatib turgan bugun negativga qolaman a? Bugun negativga qani? Mana prostinasini o'zimizni prostinaga o'lchaymiz endi. Aka siz ham bitta ishlataman. Hop, mayli. Mana bu bizni prostinamiz, tagidagisi. Bu mana O'tamiz. Mana. Aziz obunachilar, bitta endi hozir bizda boshqa operatorimiz yo'q uchun. Hop, Mana. ushladingizmi? Ha, mana. Teng bo'ldimi? Mana bu boshi teng turibdi, mana. Bo'ldimi? Ko'rsatamiz qo'lingizni. Mana Bitta. teng. Hop, kelyapti. To'xtab qoldi-yu minutda. Ikkisi yetib kelmadimi hozir? Ha, bizda razmerlar katta desam, o'sha bozordagini olgan yaxshi, sizlar o'zlaringiznikini har doim maqtaysizlar deyishgani uchun men solishtirib bermoqchiman. Aslida bozordagini yomonlamoqchi emasman. Voy, shunchami hozir? Ha, bu men ko'rdim, paltara deb o'yladim, lekin razmeri biznikiga nisbatan ancha bir qarich pastda. Katta qarich. Voy, bir qarich kattaroq ekan. Shunchami rost bilan qarang? Rostdan shuncha ekan. Aldayapsiz siz. Yo'q, mana haqiqatdan bu. Biz ham shunaqa kerakmi bunaqa? Biz ham zo'r foyda qilamiz ekan-da. Yo'q, endi klientlarimizni yo'qotib qo'yamiz. Xuddi biz ham bozordan nima farqimiz qoladi karavan korxonasini agar. Hop, endi mana podajyanligini ko'rsataman. Mana podajyanligini ham kus joylari bor ekan. Bu bozorda mahsulotini yomonlash yoki boshqa maqsadda qilmadik. Biz mahsulotlarimizni bozorchilarga ham, tadbirkorlarga ham aytmoqchisizki, yaxshiroq tikilasizlar ham xalqimiz uchun, to'g'rimi? Men imini obunachilarimizga imini bizdan olinglar yoki bizning mahsulotlarimizni sotib olinglar demayman. Qayerdan olsalaring ham onlayn do'konmi, internet magazinmi, bozormi, borib ko'rib olasizlarmi? Mahsulotga aldanib qolmanglar. Shuning uchun sizlarga mana buni menga hozir sotuvchi qiz buni razmerini, prostinasini mana shu prostinani menga 2,5 ga 2,5 razmeriga javob beraman deb sotdi. Lekin даже mana shu divanni yarmini ham yopmadi. Paltara pastel bilan bir xil turib, bizni paltara mahsulotlarimiz bilan bir xil turibdi razmeri. Hozir etiketkasi bormi ekan buni ko'ringchi? Umuman na etiketka, lekin menga Xitoy deb sotishdi. Prostinasida ham agar bo'lsa podajyanligida ham yoki bunaqa joylarida etiketka chiqadi. Bunda yo'q ekan. Mana 4 ta burchagini men qaradim. Etiketka karavanda bormi ekan qani? Etiketka karavanda bor ekan, kichkina bo'lsa ham bor ekan. Ha, endi u karavan brendi, karavan korxonasining mahsuloti bo'lganligi uchun mahsulotimizda karavan etiketkasi bor. Bo'ldi, maqtavormang, bo'ldi. Xitoy mahsulotida ham Xitoy pastellarini kommentariy yozishadi. Maqtavolasan endi deb. Shunaqa joyida Xitoy pastellarida etiketka bo'ladi. Prostinalarida ham. Keyin mana choklarini ko'ringlar. Mana choklarini ko'ringlar. Qaranglar mana choklarini. Bir taraf kot, mana даже ko'sti bu. Buni men o'zim qilib qo'yganim yo'q yoki o'zim tikib qo'yganim yo'q. Mana choklarini. Yo'q, shunaqa tikilgan ekan o'zi. Dazmollanmagan bu. Yo'q, o'zi bilmayman. Garmoshka ekan bu. Shunaqa buralib ketgan shekilli. Aslida shunaqa bo'lsa kerak edi, qani? Garmoshka. Aziz obunachilar ko'rishingiz mumkin. O'zi shunaqa bo'ladi. Qani bizga endi keyin men o'zimiznikini ko'rsataman. Qo'yingchi. Mana choklarini qarang. Garmoshka emasmi bizniki? Yo'q. Nimaga? Akkurat ishlangan deb. Men mahsulotlarimizni maqtasam, menga har xil negativlar yozishadi. Sizlar faqat o'zlaringiznikini maqtaysizlar, bozordagini yomonlaysizlar deb. Siz negativlar yomon bo'libdi, ta'sir qildi o'zimizga. Menga yomon ta'sir qildi. Ta'sir qilganligi uchun gapimga javob beraman deb men o'zim
ko'rsatib Yo, javob aziz beraman obunachilar, mahsulotga olib keldim. ming bor uzr tadbirkorlar sizlardan iltimos ko'ringlar. Mayli kimga bo'lsa ham Alloh hammamizga baraka bersin. Aziz obunachilar, shuni sal tadbirkorlar chiroyli tikinglar yo dazmol qilib olinglar. Shunda buni archalari, archa joylari nima bo'ladi keyin razmerlarini buni ko'ringlar, unaqa bo'lmaydi. Burali yotibdi, to'g'ri tushuninglar. U sizlardan inson pulga oladi, ishlab keladi, pulga oladi. Misol endi mana qaranglar, mana bu yerda yaxshiroq bo'lyapti. Bu tomon chataqroq bo'lyapti. Shuni iltimos, keyin ham razmeri juda kichkina ekan, lekin mana shuni divanga yetib kelmadi aziz obunachilar. Divanimizga Mana yetib bormadi. haydalganligini ham ko'rasiz. Bir tarafini choklari juda ingichka, bir tarafi katta ham bunaqa teshik Yo, endi mayda juda joylari xatolar bor. hammada ham bo'ladi. Mayli, endi biz ham juda zo'r bas, bizda ham chiqib qoladi albatta. Endi biz negativ bas biz u. Inson baribir pulga oladi. Har bitta obunachi puliga mehnat qiladi va puliga oladi. Olgandan keyin yaxshi narsa olishga. To'g'ri, obunachilarda ham, oluvchilarda ham ayb bo'ladi. 5 ming so'm, 10 ming so'm arzon ekan deb bozorda talashib olib qo'yishadi. Uyga borgandan keyin yo to'y kuni ochishgandan keyin, to'y kuni ochishadi-ku. To'y kuni ochishgandan keyin men ikki shtafiga qo'yib olaman. Aziz obunachilar, ming bor uzr alaykum. Mana qo'yib olay, mana ikki. Xo'p, mana qo'yib oldim. To'y kuni ochganingizda aziz obunachilar, keyin qiynalib qolasizlar o'zlaring. Mayli, bizdan xarid qilmanglar, lekin bizdan xarid qilishlaring shart emas, lekin prosta olganlaringda shu pullariga e'tibor qilib, nimalarni ko'rib turib, sal nima qilib olsalaring, o'zlaring yaxshi bo'ladi. Hammamizga yaxshi bo'ladi. Xo'sh, qani mana shtabiga qo'yib olaylik hozir. Bu video imminni negativchilar uchun. Ha, negativchilar uchun xalos Menga bo'ldi. negativ yozadigan klientlar uchun. Balki ularni ko'pi bozorchidir, tadbirkordir. Lekin men umuman bozorchilarga yoki tadbirkorlarga tekkizdirib ular mahsulotini yomonlab chiqmoqchi emasman. Faqatgina o'zimizning mahsulotimizga javob berganimiz uchun, garantiyasi borligi uchun imminni shu videoni qilaylik deb qaror qildim. Ya'ni videoyingizni ichiga to'g'ridan-to'g'ri bostirib kirib keldim. Aziz obunachilar, to'g'ri tushunasizlar. Hozirgi kunda hamma narsaning iloji bor, o'limdan boshqa hammasining iloji bor. Mana qaranglar, so'mka MM brendniki. To'g'ri, MM brend firma, zo'r firma. Buni zo'r pastellari bor. MM brendda zo'r pastellari bor. Pastellari qimmat turadi. Buni $30, 35, 40, 50 dollargacha pastellari bor. Hozirgi kunda MM brend endi MM brendni nomidan foydalanishyapti. Misol, buni tushunmagan odam, "Men arzon oldimman, buni ayolda arzon ekan, buni tadbirkorda arzon ekan, buni bozorchida arzon ekan" deb hamma shunga ishonib qoladi. Shuning uchun e'tibor qilamiz. Taroziga ham e'tibor qildilaring. Buni mahsulot bilan aziz obunachilar, bizning mahsulotimizni 310 gramm farq qildi. Aziz obunachilar, 310 gramm. 100 gramm bo'lsa ham juda katta farq. Bu yerda 310 gramm. 310 gramm farq qilyapti. Qalin yupqa. Shuning uchun har qancha bizdan mayli, bizdan xarid qilmanglar. Boshqa joydan olgan taqdirda endi iltimos ko'rib olinglar yo tortib beringlar, tortib bersin. Ko'p joyda hozir e'tibor qilsalaring, ko'p joyda pastellarni ham tortib kiloga sotishyapti-ki, albatta Xitoyga borib turib, materialni yupqa qilib tikib ber Xitoyga desangiz, bemalol tikib beraveradi. Narx tushyapti, savdo pasayib ketdi, to'g'ri tushungan Xitoy grammajini pasaytirib desangiz, 100 grammajini narsa 90, 80, 70, 60 grammajgacha tushadi qalinligi. Bu degani oldin 2 kilolik pastellar bo'lsa, hozir 1,5 kilolik bo'lyapti. 1 kilo 800 ming, bizniki 70 gramm. Albatta farq bor. O'zingiz ham ko'rdilaring. Qisqacha ma'lumot berib o'tdik. Sizlar uchun ma'lumot, pastel ma'lumotlarni berib o'tdik. Olgan joylaringda iltimos adashmanglar, bunaqa brendlarga uchmanglar. Uchib qolmanglar. Olinglar mayli. Tekshirib, tortib olinglar, og'irligini, qalinligini ko'rib olinglar. 5 ming, 10 ming, 20 ming pulga nima qilmanglar. Chunki buni yotasizlar. Har bitta uyqu, aziz obunachilar, uyqu pasteldan, yastiqlardan kelib chiqadi. Yaxshi pastel olsangiz, maza qilib uxlaysiz va zo'r tushlar ko'rasiz. Biz aytamizki, Karavan korxonasi har doim xalq xizmatida deymiz. Xalq xizmatida bo'lganligi uchun mana shu qizimiz o'sha negativga mana kuyib tushib, shuni olib keldilar. Erinmasdan borib Xitoyda olib keldilar. Buni men olib ketmayman. Bu do'konimizda turadi. Agar Turadi. videoni ko'rib, do'konimizga kelib, "Men shu videolaringni ko'rganman" deganlarga ko'zlarini oldida men shuni ochib, razmerlarini yana Ko'rsatib chetda beraman. real ko'rsatib beraman. Ko'rsatib berasiz. Turadi shu yerda. Turadi shatda. Buni men olib ketmayman. Shu do'konimizda turadi. Mana hamma eslab qolsin. Shu upakovkada turgan shu pastel do'konimizda turadi. Kelgan klientlarimiz, "Qani rostdanmi ko'rsating" deganlarga men erinmasdan bunisidan ham ochib ko'rsatib beraman. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Video olib turdik YouTube'ga. Yana bir xaridorimiz kelib qoldilar. O'zlari sotishar ekan. Bir divanga solib turdik YouTube'da. Qisqacha o'rtasiga qo'yib qo'yapmiz hozir. Biz bozordan olganimiz mana shu edi. Haligini bozordan oldik biz ham. Olib kelishdi, qizimiz olib kelishdi. Hop, endisini bu singlimiz ham hozir biz mahsulotlarimiz ko'rgani kirib, biz ham oldik aka deyishdi. Mana oldik deyishdi mana. Bizdan ko'ra 5 ming so'm qimmat olibdilar. Biz joyidan olib 5 ming arzon oldik. Biz ham Xitoydagi deb oldik endi mana. Hop. Bag'diki monaqa ekan, upakovkada ekan. Mana rasmi monaqa ekan bag'diki. Mana bag'diki. Hop, endi ishlar aytmay qo'yaver, endi to'g'ri gap bo'ldi. Men sizlarga aytmoqchimanki, mana rasmlari bor ekan. Bunikini rasmlari bor ekan.
Biznikini rasmlarimiz yo'q ekan. Aziz obunachilar, biz tortganimizda bizniki buni o'zimiz pulimizga olganimizda, tortganimizda 1 kilo 560 gramm chiqadi. Bu olganimiz. Bizniki 1 kilo 875 gramm chiqdi. Bu qalin yupqasiga. Endi mana bularnikini ham bitta qiziqdi, hozir mashinada kelishadi. Biz ham oldik sotgani deyishdi. Sizlar agar sizlar ham arzon qilib bersalar olamiz sizlarni deyishgani uchun bitta ko'raylik, iltimos dedik. Tortib ko'rdik mana, qani, tortdik mana. Qaranglar. 1 kilo 470 gramm. Haligindan ham 90-100 gramm hali yupqa. O'shaning uchun aziz obunachilar, e'tibor qilamiz, hadeb shoshilmasdan olinglar. Arzoniga uchmanglar, sizlardan iltimos. Arzoniga uchmanglar. Mahsulot mana. Mana shu mahsulotimiz juda yupqa. Mana shu mahsulotimiz mana. Buyoqqa olib kel, kamerani bu yoqqa olib kelavering. Mahsulot juda yupqa. Hop, pulingizni qanaqa mehnat qilib topgan? Juda yupqa. Buni metini ko'rib qoldim mana, ko'rib qoldim metini ham mana. Lochin ko'zlarimni ko'rib qoldim mana tikilishini. E'tibor qilinglar. Mana. Singil met ko'rmabman men mana qarang. Ko'rdingizmi? Mayli, bu endi haqiqatdan ham aytaman. Qayerdan oldingiz singil? Bozordan. Nechta oldingiz? 4 ta oldingizmi? Endi yashirmaymiz. Nech pulga oldingiz? 110 mingdan oldilar. Men nech pul qilib beryapman sizga? 115 beryapsiz. Nima deysiz? Yuzlarni olmayman, oyoqlarni oling, yuzlarni olmang. Singil. Sizga oyoq olmanglar. Singil ayting shuni. Nima deysiz? O'z ko'rib aytavering shunda. 110 dan bozordan oldik. Sifati ancha past. Sizniki 115 o'tdan beraman deyapsiz, sifati a'lo. Hozir bular qayerdansiz? Begovatdan. Begovatdan ekanlar. Hozir tushib ketmasin. Hozir xo'jayinlar bilanmi kelishgan ekan. Chaqaldan qaytib kelishdi. Hozir ko'rib aka, Chaqaldan qaytib kelishdi. Hop, shuni tezkor qilib aytaverasiz, mana shu mikrofon ushlab oling. Nima maslahat berasiz obunachilarimizga? Nima bo'ldi? Bu to'satdan tanimaymiz, hozir kirib kelishdi, to'g'rimi? Maslahatim yaxshi, Karavan firmasi zo'r ekan. Endi bozorga qaytarib borishga bo'lmaydi, endi bular firmasidan ishlaymiz-da endi. Yo, buni yupqamikan? Ancha yupqa. Ancha yupqamikan? Mana o'zingiz olgansiz. Grammi ancha past. Biz olgan sizga sal yaxshirog'mi deyman buni bozordan olganimiz. To'g'rimi? Bozordan olganimiz yupqa edi aziz obunachilar. Buni singlimiz olganlari juda yupqa. Mana yashirmadik, to'g'risini aytdik. Ataga 110 ming so'mdan xarid qildilar. Mana shu 4 tamin ishini xarid qildilar. O'shaning uchun adashmanglar, aziz obunachilar. Beravering, mikrofonni sotib olaman. Bu ro'za Ramazon oyida bu singlimiz to'satdan kirib qoldilar xo'jayinlari bilan. To'g'ri tushuninglar. Uyushtirilmagan. Biz hozir montaj qilib turdik, shuni qo'yamiz deb. Endi shu video shu temani montaj qilyapmiz bu singil. Endi shu videoni o'rtasiga qo'shib yuboryapmiz. Ogoh bo'linglar, ogoh bo'linglar. Xitoyniki desa olavermanglar. Arzon ekan desa olaverib, pullaring uvol bo'ladi. Mana shu 10 marta, 20 martada o'z iplari ham chiqib ketadi. Chunki yupqa mana, juda yupqa lekin. 1 kilo 470 gramm ekan. 400 grammi, 400 gramm manikidan yengil ekan, grammaji. O'shaning uchun tadbirkorlar men bor uzr, bozorchilar men bor uzr, iltimos. To'g'ri, savdo yo'q, bilib turibman. Savdo kimda past hozir. O'shani hisobiga iloji boricha arzonroq tikinglar, sizlardan iltimos, aziz obunachilar. Nima? Tadbirkorlar qaranglar, endi sotilgan narsani chokinni ko'ringlar, endi unaqa qilib olmanglar endi. Rahni ko'rsatayman mana. Mana ko'ringlar. Agar bizda shunaqa mahsulotimiz chiqib qoladigan bo'lsa, masalan, bizda ham chiqib qolish ehtimoli bo'ladi. Chiqib qoladigan bo'lsa, bizga bitta telefon qilishadi, biz yangisini dastlabki bepul jo'natib beramiz. Va singlimiz aytayaptilarki, endi sotib yuboraman, bir narsa qilib eplayman, bozorga olib borib berishmaydi, olmaydi. Chunki u odamni bularga vaqti ketdi bo'lgan. Bizgachi? Bizda bekorchi vaqt ko'p. Telefon qilishaveradi. O'shaning uchun aziz obunachilar, men bor uzr. Ogoh bo'lamiz. Shunaqa pastellardan Instagramga chiqib olib, mana deydi-yu. Mana deb olib kelingizdan biz ham bilamiz uni. Olib kelingizdan keyin mana bir o'tirmasin. Pastellarni ko'rdingiz o'zi 1,5 kilo ekan. Men bor uzr, o'shaning uchun bozorchilar, savdogarlar, tadbirkorlar men bor uzr. Bu to'satdan kelib qoldilar. Bu ham bir ro'za Ramazon oyida Xudodan, mendan emas. U kelib qolishdi to'satdan. Akam aytdi, Chaqaldan qaytdingizmi? Chaqaldan qaytib kelishdi. Alloh rozi bo'lsin. Behikmat emas aka sizlarga ham, bu ham behikmat emas. Aka endi bildingizmi shu ham shunaqa. Hozir ko'rdinglar sizlar ham. Ro'za Ramazon oyida allaganimiz yo'q, to'g'rimi aka? O'shaning uchun biz ham hozir shunga video olib turdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pastel olib turganda adashib qolmanglar. Eng zo'r joylarda bizdan xarid qilinglar demayman. Eng zo'r pastellarni olinglar. Xalqimiz shularga loyiq va pastellar zo'rini olinglar. Mazza qilib yaxshi tushlar ko'rasizlar. O'shaning uchun bizdan olsalaring, Karavan korxonasidan pastellarimizni olsalaring ham ikkita yosh baxtli bo'ladi, ham yaxshi tushlar ko'rasizlar. Biz bunga kafolat beramiz. Bu videoni endi davomini ko'ringlar. Sog' bo'lasizlar. Aziz obunachilar, endigi navbat narxini aytib o'tamiz pastellarga. Oling, kamerani oling, qilib boramiz. Aziz obunachilar, bizni kuzatuvchilar, bizni kuzatishadi. Savdogarlar ham kuzatishadi va tadbirkorlar ham kuzatishadi. Chunki biz ham boshqalarni kuzatamiz. Bizdan ham kimdir yangilik olishadi. Biz ham boshqalardan yangilik olishga aziz obunachilar harakat qilamiz. Biz kuzatuvchilardan, savdogarlardan va tadbirkorlardan men bor uzr so'raymiz. Qizimiz endi gapirib qo'ydilar, endi ichlarini gapirib qo'ydilar qizimiz endi xafa bo'lmaysizlar, ham ozgina
hali og'ir oyoqlar o'shaning uchun negativ ta'sir qildi-da o'zi ham. Aziz obunachilar, sizlar uchun Ramazon oyiga skidka ham bas, aksiya ham bas. Ramazon oyi uchun sizlarga zo'r narx qilib beraman mana shuni. Og'ir. Agar korobkasini tortganimda undan ham og'ir bo'lardi. Mana shu 2 kishilik pastelimizga, pastelimiz qalin materialdan bo'lgan Havi 3D pastelimiz aziz obunachilar. 3 yil kafolati bor. 3 yil kafolati bor. Nimasiga deysizmi? Rangi chiqmaydi, oqarmaydi va katushka bo'lmaydi. Biz bunga kafolat beramiz. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. 12 ta bunaqa narx bo'lmagan. Ro'za Ramazon oyi uchun mana shu partiyani o'zini, mana shu xolos mana. Mana shuni o'zini. Boshqa keyingi partiya bu narxga bo'lmaydi. Buni narximizni bizni kuzatuvchilar bilishadi. Karavan pastellarga chiqib kelsalar, tipida narxlari bor. Buni narxini Ramazon oyi uchun, buni narxi 175 ming so'm. Keyin 155 ming sotdik. Sizlar uchun Ramazon oyi uchun ataga 125 ming so'm qilib belgiladik. Aziz obunachilar, mana shu pastelimiz eng zo'rlari, katta razmerlarda ataga Ramazon oyi uchun obunachilarimizga 125 ming so'm qilib belgiladik. 12 ta viloyatga dastavkamizni xohlagancha olishingiz mumkin. Keyin yana ko'pchilik savol tushyapti bizga. O'zi 155 ming so'm ham arzon bu pastelga. Chunki Xitoy ham, aziz obunachilar, Xitoyda pastelni oling, bu joyda kafolat bormi? Desangiz, bor demaydi, deyolmaydi ham. Chunki mana biz deymiz. Chunki bu mahsulotni, buni materiallarini biz qayerdan olib kelishimizni o'zimiz bilamiz. O'zimiz kelishgan holatda ishonch hosil qilganligimiz uchun sizlarga kafolat beryapmiz. Rangi, tivit bu o'zini xususiyatlarini ham yo'qotib qo'ymaslik uchun biz kafolat beryapmiz. Xitoyda mahsulotlari ham adashib qolmanglar, kafolat bermaydi. Olinglar Xitoynikini, yaxshisini olinglar, zo'rini olinglar. Maza qilib ishlatinglar aziz obunachilar. Va tadbirkorlar ham zo'rlab tikinglar, sizlarga hammaga Alloh baraka beraveradi. Ozgina ustidan, to'g'ri, ozgina kichkina bo'lsa ham anchadan kichkinadan ko'proq pastel chiqadi yig'ib. O'shaning uchun aziz tadbirkorlar va savdogarlar, sizlardan iltimos qilardim. Shu xalqimizga shu yaxshi pastellar tikinglar. Ozgina qolsa ham Alloh baraka bersin. Bizga ozgina foyda qoladi. Zato ular duosi bilan bizga o'sha ozgina foyda katta bo'lib ko'rinadi. Aziz obunachilar, 155 ming so'm o'zi skidka optim zo'r narxlarda, o'zi optim narxlarda, arzon narxlarda sizlarga Ramazon oyi uchun aziz obunachilar ataga 125 ming so'm qilib belgiladik. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. Yana bitta tuhfa sotuvchilarimizga, adminkalarimizga. Aziz obunachilar, 125 ming so'm o'zi arzon. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 ta. 5 ta pastelimizni olganga 115 ming so'm qilib beraman aziz obunachilar. Sotib foydalanadigan joyi. 5 ta olganga ataga 115 ming so'm. 125 ming so'm ham o'zi optim narxda. 5 ta olgan odamga 115 ming so'm qilib beraman. Mahalla, qo'ni-qo'shni, ani qo'shningizga ayting, ani dugoningizga ayting va o'zingiz oling. Jami bo'lib 5 ta oling, sizga opajonim 115 ming so'mdan jo'natib beraman 12 ta viloyatga. Aziz obunachilar, kimga shunaqa 2 kishilik pastellarimiz kerak bo'lsa, bemalol Karavan korxonasiga murojaat qilishingiz mumkin. Adminkalarimiz ishlashyapti. Telefonlarimiz aloqada, zakaz berishlaringiz mumkin. Mana shu partiya keyin ozgina chiqaribsizlar, o'zi qolmabdi deb xafa bo'lish yo'q. Prosta qo'limizdan kelgancha sizlarga harakat qildik. Ro'za Ramazon oyiga aziz obunachilar, ataga 2 kishilik pastellamiz 125 ming so'm bitta olganga, bittadan 4 ta olganga 125 ming so'm. 5 tadan ko'p olganga, 5 tadan ko'p olganga ataga 115 ming so'm. Mana shu zo'r zo'r upakovkalarni qarang, chitirlashini qarang buni. Mazza qiladi. Hadiyalarga bersiz ham, kelin-kuyov ham mazza qiladi, qarang buni. Mana aziz obunachilar. Aziz obunachilar, ro'za Ramazonda biz ham ozgina toliqqanmiz. Noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsa, yana bir bor hammadan uzr so'raymiz aziz obunachilar. Karavan korxonasi bilasizlar, har doim xalq xizmatida. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'lasizlar. Ramazonlarni yaxshi o'tkazib olinglar.